onam 65-yillar, shu yil 60 ga to'ldilar, Xudoga shukr. Quloqlari eshitmasdi bittasi. Apparat bilan eshitadilar. Keyin tiklanmaydi, nervlari tiklanmaydi degandan keyin apparat qo'yardilar, olardilar, qo'yardilar, eshitmasdilar apparatsiz. Keyin lecheniya olishni boshladik chanishidan 2 oydan keyin o'sha apparatni tashladilar. Apparatsiz eshitishni boshladilar. Lekin Tiklanmaydi deganda Rossiyaga ham borgandik, Toshkentga ham borgandik. Tiklanmaydi nervlari deganda. operatsiya qilgan chunki. Anaqa qotib qolgan qonni olish uchun prushinkaday narsa chaqib qo'ygan. Bu operatsiya slуховой emas u. Shu dorilardan keyin apparat qo'yishni to'xtatdilar. Nima ichdilar? Ko'rsatib bera olasizmi? Детский kalsiy, Tepada. детский kalsiy, keyin sink, mozgovой kalsiy, kardioseps, selebniy kapsula. Hozir endi spirulina bilan fruktozani ichadi. Hammasi bularni ham qo'shdilar-da, fruktozan bilan spirulinani ham qo'shdilar. Hozir yaxshilar. 4-oy o'xshagan ishlar. Qoldirmayman deydilar. Apparatni o'zi ishlatmayaptilar. Yo'q, apparat umuman ishlatmayaptilar. Yaxshi. Rezultat qancha vaqtga bilindi? 2 oylik. Молодец. Alloh shifo komil bersin.